Xo'sh, sendvich hamda salat, yoniga yana bir ovqat aytaman. Sen nima uyda ovqatlamaganmisan? Qizlarga pul to'lab o'rganmaganmisiz? Namuncha qizg'anchiqsiz? To'yda yaxshigina pul olasiz. Xo'p, uzr. Mayli, ola qol. Nima yesang ol, bemalol. Rahmat. Qaytgancha. Men yengil-yelpi munosabatlarni yomon ko'raman. Niyati jiddiymish qilib. Jiddiy. Xullas, yaqin ajrashaman. Ajrashadigan xotiningizga onasi nima olib boray deysizmi? Bu nima deganing? Ha? Bolalarim uchun aytyapman. Keyin xotinim bilan ham shu bolalarim uchun yashab yuribman. Rostdan. Rostdan. O'zi to'g'risini aytsam, xotinimda umuman ko'nglim yo'q. Ko'nglim sovuq bo'lgan. Sen boshlashasan. Chiroyli, xushyaxshi. Rahmat. Arzimat. Qani? Nima buyuramiz? Ofitsiant chaqiring, men ovqat tanlab bo'ldim. Qarab oling.